tashmisiz. Necha pul bo'ldi bu? 5 million so'm. Tur joyiga qo'ying. Voy! Olarmisiz? Voy, shatalab qoldi. Voy! Do'stno. Voy, aljirab qoldi. Voy, shoshma. Sen jinnimisan? Uyda bir dunyo turibdi, ishlatmaysan, chang bosib yotdi. Oberasiz dedim, oberasiz. Oy, baqirmay. Bolaga so'rab, menga asabiylashib mumkin emas. Sen emas, men asabiylashyapman. Doim shunday. Oladi ishlatmaydi. Uyda chang bosib yotadi. O'zi 50 ta o'ziging bor. 48 tasi uyda chang bosib yotibdi. Ikkitasini taqasan, yana o'ziga olmoqchimisan? Biz o'g'lingiz bilan kelishmaganmiz. Iltimos, erkalashishga aralashmang. Buni o'g'li sovg'a qilmoqchi. Qaraya, tug'ilmagan bola uzuk sovg'a qilyapti. Meni xabarim yo'q. Wow. O'sam yo'q, sen jinnimisan? Yana bitta texnika olamish. U uyda 3 ta televizor chang bosib yotibdi, ishlatmaysan. Kiyimlaring boshqa narsa bilasan qancha pul bo'ladi? 30-40 million bo'ladi. O'zi 5 million pul olsam, katta xolamga olaman pulni. Ey, adasi, biron bir soddasiz, ko'cha ko'rmagansiz. Unda bir Kuchinskiy bo'ling, okay? Nima? Adasi, uyimizda kerak emas ishlatmaydigan narsalarimiz bor-ku, o'shalarni sotamiz. Qanday qilib? Mango market platformasida sotsangiz ham bo'ladi, sotmasangiz ham bo'ladi. 1 minut ichida e'loningizni joylashtirib berishadi. Qulay va oson. Asosiysi ishonchli. Keyinchi? Nima keyinchi? Uyimizdagi hamma ishlatadigan narsalarni sotamiz-da, normal pul yig'iladi. Keyin maytcha narsalarni olamiz. Qalay, aka? Adasi, lekin baribir sotasizda. Nima? Let's get into it. Get stupid. Get started. Sevgan yigitini tilini tishlab olibdi. Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит на... Nimaga unaqa qarayapsan? Просто. Shu sen hech qachon просто bunaqa qaramagansan. Tinchlikmi? Yo, janjalga anaqa qilyapsan, variantlar bo'layapsan. Kim turing? Yo, shu doim o'ylab qolaman-da. Dadasi, men sizni hayotingizda bittamanmi? Sen qachondan o'ylay boshlading? Yo'q, siz chalg'itmasdan javob bering. Bittamanmi yo'qmi? Xotin, ishon, sen bittasan. Agar sandiq ikkita bo'lganda, miyusni bosib yuboradi. Rostami? Xotin, qiz bolani tarbiyalash bo'li shunaqa qiyin. Ayniqsa uni qaynonang tuqqan bo'lsa. Nima? Men mollaga qarab kelay. Choydan. Qo'shqor aka, mana to'yimiz ham bo'lyapti. Ha, mezza. Endi bu yog'iga har qanaqa paytda ham, yaxshi yomon kunda ham, kasal bo'lganimda ham oldimda bo'lasiz. Конечно. Baxtli kunimda ham, xafa bo'lgan kunimda ham oldimda bo'lasizmi? Dakansa. Asablaringiz buzilib, qoningiz qaynab, ishkali bo'lib, yo bo'lmasa bir simsiz ko'chalarda xor-zor bo'lganingizda ham men bilan birga bo'lasizmi? Yo'q, menda bunaqa kunlar bo'lmagan. Endi bo'ladi-da. Alo, dadasi? Ha, xotin. Assalomu alaykum. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Haligi kartamga pul tashab bering. Nima kerak? Salonga bormoqchi edim. Haligi
sochimni bo'yataman, sochimni uchlari gullab ketgan kestiraman, keyin tirnoqlarimni manikyur, oyog'im tirnoqni pedikyur degandek, keyin yuzlarim o'xaj, yuzlarimni chistka. Yo'q, lab botik, yo'q. Xotin majlisda so'kolmayman. Iltimos telefonni o'chir. Mayli so'koring, pul bersangiz bo'ldi. Tavbiya. Uzr. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Otabek, bilasizmi, siz judayam kuchli insonsiz. Rahmat, jonim, rahmat. Bilasizmi, Otabek, kuchli inson bilan kuchsiz inson farqi nimada? Nima demoqchi bo'lyapti bu? Kuchsiz insonni xotini eri ishlagan pulni tortib oladi. Yo'q. Kuchli insonlar esa ishlagan pulini o'zi olib keladi. Shunaqami? Hey jonim, chiqaylik. Nimani chiqaray? Chiqaylik. Pulli-da, jonim. Mayli, endi oilamiz uchun to'g'rimi? Mana, qarang. Shunda hozir men kuchlimanmi, kuchsizmanmi? M'appelle le temps, ça me sac bla bla. Ça t'y cause trop. Bang bang. De toute façon, il est bien t'es là. Dans mon ghetto. Bang